Odatdagi kunlardan biri edi. Ertalab erimni ishga kuzatdim. Farzandimni maktabga tayyorlab, uy ishlariga shug'ullanyapman. Hayotim tinch, oddiy va so'lim ko'rinar edi. Ammo bu tinchlikni bir kishi kelib buzishi mumkinligini o'sha payt bilib bo'lmasdi. Kechqurun eshik qoqildi. Ochsam, qaynukam erimning ukasi. Qo'lida yugurma sumka, yuzida tabassum. Opajon, uyda turib o'qishdan keldim. Biroz sizlardan turay dedim, dedi shoshilmasdan. Albatta, xursand bo'ldim. U hali yosh, ammo juda to'g'ri yo'ldan yuradigan bola deb o'ylardim. Uyga kirdi, choy qo'ydim, gaplashdik. Shu kecha o'zgarishning birinchi pardasi boshlandi. Qaynukamning nazari o'zgargan. Ilgarigidek opa deb muomala qilmas, ko'zlari meni boshqacha ko'rib turgandek tuyulardi. Ilk kunlar buni payqamadim, ammo kundan kunga menga bo'lgan qarashda boshqa ma'no yashiringanini his qildim. To'xtamasdan menga yordam berishga oshqar ko'zlarimga ko'p qarardi. Qachon qaramay ko'zimiz uchrashar, u tabassum qilardi. Bir kuni erim kech qoldi, qo'ng'iroq qilib, "Opa, kechqurun kechikaman. Kechki ovqatga meni kutmang", dedi. Shu kecha men va qaynukam uyda yolg'iz qoldik. Ovqat tayyorlab dasturxonni yoydim. U jimgina qarab o'tirdi. So'ng menga to'g'ri qarab, "Opajon, sizga bir narsa aytmoqchiman", dedi. Serg'ayratlik bilan qaradim. "Nima bo'ldi? Meni noto'g'ri tushunmang, iltimos. Ammo men sizga boshqacha qarab qoldim, jim qoldim. Yuragim jadal ura boshladi. Bu gapni eshitishni kutmagan edim. Jim turmang. Siz ideal ayolsiz. Agar akam bo'lmaganida..." "Jim", dedim qattiqroq tovushda. "Sen nima demoqchisan?" U boshini pastga egdi, ammo ko'zlarida yurakdan chiqqan gaplar aks etardi. Shu kecha undan uzoqlashdim, ko'zlariga qaramadim. Ammo keyingi kunlar u o'zini o'zgartirmadi. Har kuni menga yordam berish, har kuni gapga tortish, iltimos bilan qarash, bunga qarshilik qilish qiyinlashdi. Qizig'i, erim bu o'zgarishlarni payqamadi, chunki u har kuni ishda, har kuni charchoq bilan uyga kelardi. Biz esa qaynukam bilan kunduzi yakka qolardik. Bir kuni menga yaqinlashib qo'limni ushladi. Qo'limni tez tortib oldim, ammo ko'nglimdagi burchaklarda nima uchundir bu so'zlar aks sado berdi. Bir necha hafta shu holatda o'tdi. Men u bilan masofa saqlashga harakat qildim, ammo u doimo ichidagi hissiyot bilan yashardi. Bir kuni kechasi uyda tong otguncha uyg'oq turdim. Erim uxlardi, qaynukam mehmonxonada, men esa qalbimdagi urushda edim. Nima qilishim kerak? Ertalab turib qarorimni aytdim. "Siz bu uydan chiqib ketasiz. Meni bunaqa qarishlaringiz yo'qotmaydi. Men akangizga sodiqman." Qaynukam jim turdi, ko'zlari to'ldi, ammo hech narsa demadi, chiqib ketdi. Shundan keyin u uyimizga qaytmadi. Erim ham bu haqda so'ramadi, balki u ham nimadir payqagandir. Hozirda hayotim tinch, ammo o'sha kunlar, o'sha ko'zlar, o'sha qarashlar mening xotiramda abadiy qoldi. Har ayol o'z yuragidagi urushda g'olib bo'lishga majbur. Hatto kimgadir yoqish, kimgadir ma'qul kelish gunoh emas, lekin unga aldanish ayolning inson sifatidagi yuksakligini tushiradi. Men yutib chiqdim, ammo bu yutuq menga ko'z yoshlar, qiyin kechalar va eng muhimi sabr orqali nasib etdi. U ketganidan keyin bir necha oy o'tdi. Har kungi hayotim yangi odatiy izga tushdi. Erim ishga boradi, farzandim maktabga. Men esa uydagi ishlar bilan ovora. Bir qarashda hammasi joyida, hammasi tinch. Ammo qalbimda bir parcha boshqacha og'riq qolgandi. U og'riq qaynukam ketgan kundan boshlangandi. Uni kechalari xayoldan chiqara olmasdim. Uning so'zlari, iltimos to'la qarashlari, undagi qalb yuragi bari o'zgacha edi. Har qancha qarshilik qilsam-da, u mening xotiramda yashashda davom etardi. Ammo men baribir u yo'lga qaytmaslikka qasam ichgandim. Bir kecha eshik qoqildi. Erim hali uyda emas edi. Eshikni ochdim. Qarshimda u, qaynukam. Juda ozgan, ko'zlari tiniq emas, yuzida g'am. "Opajon, kechirasiz, men bor yo'qimni yig'dim. Uydan ketdim, ammo siz mening hayotimda iz qoldirdingiz. Men hozirgina sizdan boshqa birortasiga qaray olmadim." Jim turdim. Yuragim urayotganini sezdim. Bir qarab qo'ydim. "Iloji bo'lsa meni tinglang. Siz menga turmushga chiqmasligingizni bilaman, lekin men sizni sevdim, hali ham sevaman." Men boshimni pastga egdim. So'z topolmadim. Men ham sizni unuta olmadim", dedim past ovozda. Bu so'z og'zimdan chiqqanimda yuragimda og'riq bilan yengillik aralashdi. "Nega?" dedi u sekin. "Nega unda meni rad qildingiz?" "Chunki men akamni alday olmayman. Men u bilan necha yillik hayot o'tkazganman. U menga ishonadi. Sevish bu gunoh emas, lekin xiyonat tugal yo'qotishdir.
Men uni yo'qotishni xohlamayman. Qaynukam boshini qimirlatdi, qo'lidagi qog'ozni uzatdi. Men buni ketishimdan oldin ham yozgandim, lekin bera olmaganman. Bu siz uchun. U ketdi. O'sha holatda orqaga burilmadi. Men esa qog'ozni ochdim. U yerda quyidagi satrlar bor edi. Opajon, men sizni ko'nglimda go'yo nur deb bildim. Sizni ko'ra boshlagandan buyon dunyom o'zgardi. Mening yuragimdagi har zarba sizga atalgan. Ammo bu sevgi og'riq bilan aralash. Men gunohkormanmi? Balki, lekin sizni sevish men uchun jinoyat emas, hayot. Sizni hurmat qilaman. Har qanday qaroringiz men uchun qonun. Agar men ketsam biling, sevib ketganman. Bu maktubni ko'z yosh bilan o'qidim. Ertalabgacha uxlamadim. Ertalabda ko'zlarim qizargan, ammo qalbimda yengillik bor edi. Chunki u sevgi gunohdan emas, qalb pokligidan tug'ilgandi. U bilan taqdirda birga bo'lish taqdirda yo'q edi, lekin yuragimda uning muhabbati abadiy yozilib qolgandi. Hozir bir necha yil o'tib, u turmush qurgan, men ham hayotimni davom ettiryapman, ammo ba'zan kechqurun shamol eshikni sal silkitsa, go'yo yana u kelayotgandek tuyuladi va men bilgandek haqiqiy sevgi hamisha qalbda yashaydi, hatto agar u taqiqlangan bo'lsa ham.